Yaxshimisizlar? Futbol ko'rib maza qilyapsizlarmi jahon chempionatini? Men kecha bugun ko'rgan birlikda o'yinlarni sizlar bilan birgalikda tahlil qilmoqchi edim. Endi juda zo'r o'yinlar bo'ldi, maza qildim to'g'risini aytsam. Bu o'yinlarni ko'rgandan keyin aytdim, yo tahlil qilmasam bo'lmaydi. Tahlil qilishimiz shart. Hop, do'stlar. Birinchi aytmoqchi bo'lgan o'yin Avstraliya bilan Turkiya. Afsus, Turkiya mag'lubiyatga uchradi. Lekin rosa chiroyli shunaqa o'yin bo'ldiki, rosa chiroyli o'yin. Men Turkiyaga 5 baho beraman, lekin afsuski yutqazishdi. Rosa Turkiyaga balet qilgandim, to'g'risini aytsam. Jon kuydirgandim desam to'g'ri bo'ladi. Lekin qaranglar, butun o'yin birinchi taymdan ikkinchi taymgacha faqat Turkiya ataka qildi. Faqat Turkiya. Rosa chiroyli paslar, shunaqa sifatli o'yin, chiroyli o'yin. Lekin omad Avstraliyaga kulib boqdi. O'yinni boshdan oxirigacha asosan Avstraliya himoyada. Qizilda futbol. Himoyada bo'lib, bitta ikkita ataka qilsa-da, shu bilan gol urishdi. Afsus. Lekin men juda ham zavqlandim. Bu o'yingacha Turkiyaning bu o'yiniga 5 baho berasiz. Aytishim mumkin-da. Men o'zim tomonidan 5 baho beraman. Juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Chiroyli kombinatsiya, chiroyli paslar. Xuddi oldingi suhbatimizda men aytgandim, O'zbekiston guruhiga bizga terma komandamizga mana shunaqa o'yin kerak deb gapirgandim. Men shuni bugungi o'yinni nazarda tutdim-da, Turkiyada o'ynagan kombinatsion o'yinni. Lekin bilasizmi, Turkiya bundoq hisoblasa-da, bir to'g'ri ikki qilib yutish mumkin edi. Bir nechta zarbalar borib darvozani ustuniga tegdi. Bir ikkitami uchta ustunga tegdi. Xullas, yaxshi foydalanisha olmadi Turkiya o'yinchilari. Endi omad Avstraliya tomonda ekan, do'stlar. Shunaqa juda afsuslanarli o'yin bo'ldi, lekin men bu o'yinni ko'rib faqat zavqlandim-da. Shunaqa zavqlanadigan o'yin, bilasizlarmi? Rosa zavqlanadigan o'yin. Kim ko'rmagan bo'lsa bir ko'ringlar. Chunki rosa ko'p o'yinlar bor, hammasini ko'rishga imkoniyat yo'q bizda. Hammani o'zini hayotda dam olish, boshqa narsasi bor, ishlash kerak, dam olish kerak va hokazo. Shuning uchun hamma o'yinni ko'rish imkoniyatimiz yo'q. Lekin shunda ham ko'p qizil o'yinlarni ko'rdik. Xullas, Turkiya juda bir go'zal o'yin ko'rsatdi-da. Shunaqa kombinatsionni hammasi bir tekis, bilasizmi? Shunaqa. Endi buni ta'riflash oson emas, lekin chiroyli o'yin bo'lgani uchun. Bu o'yinni bir ko'rishinglar kerak. Agar kim ko'rmagan bo'lsa, bir ko'ringlar bu o'yinni. Asosan menga Arda Güler, Çalhanoğlu va Yilmazning o'yinlari juda yoqdi. Va hokazo o'yinchilar bor. Bularda bilasiz. Ularni Yevropa yulduzlari deyishim mumkin. Juda yaxshi o'yinchilar. Kim Italiyada o'ynaydi, kim Real Madridda, sizlar yaxshi bilasizlar. Xullas, endi keyingi o'yinga o'tsak, keyingi o'yinda Gaiti bilan Skotland 1-0 Gaitini yutibdi. Bu o'yinni albatta men ko'rmadim, afsuski. Keyingi o'yin Braziliya bilan Marokko. Bu o'yin, lekin afsuski bu o'yinni ham ko'ra olmadim. 1-1 hisob bo'ldi. Buni men surpriz deb aytaman. Katta surpriz. Endi Marokko, bilasizlar, Afrikaning chempioni. Afrika chempionatida birinchi o'rin olib chempion bo'lgandi. Yaqinda bir ikkita afrikalik yigitlar bilan gaplashuvdim-da. Ular aytishgandi.
Marokko juda kuchli, yuqori darajalarga yetib keladi, yuqori o'rinlarga. Xullas, ular endi hamma Afrikan komandalarini maqtashdi. Endi Senegal keyin aytishdi. Qatarda ham yaxshi, kuchli deb aytishdi. Lekin Qatar, qarangda. Qatar bilan Shveysariya o'yinini aytsam agar sizlarga. 1-1 bu o'yinni boshdan oxirigacha ko'rdim. Men uchun lekin bir syurpriz bo'ldi bu o'yin. O'yinni boshidan oxirigacha asosan Shveysariya faqat ataka qildi. Ular hamchi kombinatsion o'yin bilan faqat pas berish, sokinlik bilan pas berish, ko'p harakat qilmasdan, xuddi Turkiyaga o'xshab. Turkiya ham shunaqa o'yin qildi. Endi bu o'yinlarning sababi bilasizlarmi? Men o'ylashim bo'yicha chempionatda charchab qolmaslik. Bu kombinatsion o'yinning nimasi yaxshi? Bu ya'ni terma jamoa bir o'zini boshqa raqibiga qarshi o'ynaganda pas kombinatsiya bilan o'ynasa ko'p charchash bo'lmaydi. Ya'ni fizikani ko'p ishlatishga to'g'ri kelmaydi. Lekin raqib ular charchaydi. Shuning uchun ham o'zimcha shunaqa xayolga keldimda, faqat o'zim emas. Rostdan ham shunaqa logik bo'yicha shu narsaga kelish mumkin. Demak, bir tomondan faqatgina ataka bo'ladi, ikkinchi tomondan himoya. Lekin o'sha ataka paytida butun kombinatsion o'yin bo'lsa, o'sha paytda raqib ko'proq qarshilik ko'rsatishga harakat qiladi va shunda kuch yo'qotadi. Endi shunday bo'lishiga qaramasdan Qatar gol urib qo'ydi. Shunaqa faqatgina bu o'yinni boshidan oxirigacha Shveysariya hujumda bo'lsa, ular qarama-qarshi hujumni juda kamdan kam qilishdi Qatar tomonidan. Lekin bir marta shunaqa moment bo'ldi. O'sha Qatar o'yinchisi, ya'ni forward yugurib borib, sakrab boshi bilan to'g'ri Shveysariyaning darvozasiga gol urdi. O'sha Shveysariya himoyachisi baland bo'lishiga qaramasdan uni oldindan sakrab va boshi bilan gol urdi. Lekin bu katta syurpriz bo'ldi, to'g'risini aytsam. Keyingi o'yinimiz nima? Yana bir qaraylikchi. Braziliyani gapirdik. Marokko bilan boy bergan 1-1 to'g'risida. Bu juda katta syurpriz. Bu o'yinni men ko'ra olmadim. Agar sizlar ko'rgan bo'lsanglar, bir kommentariy yozib qoldirsanglar yaxshi bo'ladi. Keyin Amerika bilan Paragvay o'yini. Men bu o'yinni ko'rdim. 4-1 Amerika sindirib tashladi Paragvayda. Nima deymiz endi boshqa juda unaqa zo'r o'yin ham deb ayta olmayman, lekin Amerika 4-1 qilib tashladi-da. Juda ularning o'yini yuqori darajaga ko'tarilgani ko'rinib turibdi. Amerikada bilasizlar, futbol juda yuqori emas edi, mana shu oxirgi yillarda, oxirgi 10 yil ichidan juda ko'tarish bo'ldi. Ya 10 emas, 5-6 yil deb aytaylik. Shunda ko'tarilish bo'ldi. Hamma katta yulduzlarni ular Amerikaga taklif qilishdi, hamma yulduzlarni. Zlatan ham shu tariqada Amerikada 1 yil o'ynadi, u yoqdan keyin Milanga qaytib kelgandi. Keyingi o'yinga o'tsak, qanaqa o'yinlar bo'ldi yana? Kanada bilan Bosniya-Gersegovina o'yini juda ham shiddatli o'yin bo'ldi, to'g'risini aytsam. Bu o'yinni lekin mazza qilib ko'rdim lekin. Bosniya birinchi golni urdi. Juda yaxshi o'ynashdi, lekin Kanada hech bo'sh kelishga rozi bo'lmadi. Faqat ataka. Endi bu Kanadani maydonda bo'lgani uchun juda ko'p o'ziga yarasha muxlislar tomonidan yordam, energiya oldi
va ularda juda ko'p o'yinchilar bor ekan. Lekin Kanadani to'g'risini aytsam, sal mensimaganroq bo'lib qaragandimda. Kuchli komanda ekan. Komanda emas, guruh, terma jamoa juda kuchli ekan. Lekin Bosniya Gersegovina birinchi golni urdida, ikkinchisini Kanada 1-1 hisobida tugadi o'yin. Keyingi yana bir o'yin to'g'risida aytsam, Janubiy Koreya bilan Chexiya o'yini. Bu ham men uchun to'g'risini aytsam bir surpriz. Katta surpriz demayman, kichkina. Koreya yutdi 2-1 hisobida. Bu o'yinni ham ko'ra olmadim, afsuski. Lekin qisqa epizodlarni keyinchalik qaradim. Xullas, Janubiy Koreya juda zo'r o'ynadi. O'yinning oxirida golni urdi. Mana shu xususiyat bizda ham bor, lekin men 15 yoshli o'zbekistonliklarni ko'rdim. 20 yoshli ular o'yinning oxirigacha, bilasizmi? O'yinning oxirigacha shu harakat qilib gol urib yutishgandi. Ko'p boshida bitta gol qo'yib yuborib, keyin yutishgandi. Men o'shanda aytgandim, rosa zo'r. Shu xususiyat hozir bizani hozirgi eng kuchli bizani terma jamoamizga ham kerak bu narsa. O'yinni oxirigacha ataka qilish, hujum qilish, hech to'xtamasdan. Faqat hujum. Endi charchab qolmaslik uchun hozir men gapirdim. Qaysi jamoani olmang, agar o'shani qiynasangiz, pas berib, ular o'sha siz pas bergan koptoklarni olmasdan yugurishsa charchaydi. Xohlagan jamoani charchatish mumkin. Lekin kombinatsionniy o'yin qilganda xatosiz o'ynash kerak. Xato umuman bitta xato qildingizmi, gol urib qo'yishadi. Shuning uchun bu kombinatsionniy o'yinda, ya'ni men aytgan Barselonaning o'yini. Turkiya hozir shu o'yinni ko'rsatdi. Keyin umuman olganda hamma jamoalar shu narsani qo'llayapti. Yo'q, hammasi desam noto'g'ri bo'ladi. Shu Turkiya bilan men ko'rgan o'yinlardan Bosniya ham shuni amal qildi bu o'yinga. Endi Braziliyaning o'yinini ko'ra olmadim. Ular bu narsani 100% nima qilishadi? Amal qilishadi mana shu kombinatsionniy o'yinga. Endi Braziliya har chempionatda bir favorit hisobida qarashadi. Lekin Yevropa futboli baribir yuqorida. Yevropadan keyin Amerika keladi. Shu Argentina ham yutganini, oxirgi marta chempion bo'lganini eslasanglar, birinchi o'yinlarni boy berib, umuman ularda shans yo'q degandek bo'lgandi-da. Keyin bitta ikkita o'yinni yutib, shu qanaqadir, bilasizmi, kutilmovchilik bo'ldi-da Argentinaning yutishi. Lekin bu yil bilmadim qanaqa bo'ladi. Xullas, Yevropa futboli yuqori darajada. Balki bu yil, bilasizlarmi, surprizlarga boy bo'ladi-yu, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa balki Aziyadan ham, Osiyo qit'asidan ham bir ikkita jamoalar yuqori darajaga yetib keladi. Yaponiya kelishi mumkin birinchi o'ringacha. Albatta kelishi mumkin. Ko'plar bunaqa deb o'ylamaydi. Lekin men qaradim bir ikkita jurnalistlarning yozishini, chet el jurnalistlarini. Misol uchun Shvetsiyani olsak, ular shvedlar aytishyapti, biz chempion bo'lamiz. Endi menda ishonch kamroq, lekin Shvetsiyada juda kuchli o'yinchilar hozir bor. Lekin haligacha ular jamoa bo'lib o'ynaganda bir-birini yaxshi tushunishmaydi. Shuning uchun
bilmadim, hozirgi Angliyadan kelgan trener agar birorta yangi kombinatsionniy o'yin tayyorlamagan bo'lsa, shunda ham bilmadim, bir narsa deya olmayman-da. Shvetsiyaga unchalik ko'p ishonch yo'q. Keyingisi Avstraliya bilan Turkiya o'yinini gaplashdik. Mana eng qiziq o'yin yana Meksika bilan Janubiy Afrika o'yini. Bu o'yin lekin rosa chiroyli o'yin bo'ldi. Meksika shunaqa chiroyli o'yin ko'rsatdiki, 3-0 yutdi. Yo'q, kechirasizlar, 2-0 Janubiy Afrikani. Endi shunaqa kombinatsionniy o'yin, men o'yladimki, bu Meksika xuddi Ispaniyani o'yinini shunday kopirovka qilib qo'yganday menga ko'rinadi. Shunaqa qilib sizlarga tasvirlab beraman-da. Endi juda chiroyli o'yin ko'rsatishdi Meksika. Shunaqa chiroyli o'yin ko'rsatdiki, hatto Janubiy Afrikaliklarga umuman shans qolmadi. Bilasizlarmi, birinchi taymda Janubiy Afrika juda katta qarshilik qildi. Juda ham qarshilik qildi. Lekin ikkinchi taymga kelgandan keyin umuman ular charchab qolishdi. Rosa yugurtirishdi-da, xullas. Aytyapman, kombinatsionniy o'yin bilan agar nimaga qarshi, boshqa guruhga qarshi kombinatsionniy o'yin ko'rsatsangiz, ularni yugurtirishga harakat qilasiz. Ular yugurgandan keyin ularda kuch qolmaydi. Mana raqiblarni faqat shundoq. Xuddi Turkiya o'ynaganday misol uchun. Lekin Turkiyaga omad kelmadi-da, o'yin umuman boshqacha bo'ldi. Faqat Turkiya ataka qildi. Yana shu o'yinni o'ziga qaytsak, Meksika ikkinchi taymni oxiriga kelganda, ya'ni o'rtasiga kelganda, oxiriga emas, bir 70-minutlarga kelganda umuman Janubiy Afrikani o'yinchilari taslim bo'ldi deb aytish ham mumkin-da. Yana Afrika o'yinchilariga asosan ko'pincha biz boshqacha qaraymiz. Ular hech qachon to'xtamaydi. Ularda kuch ko'p, fizikadan rosa ular. Fizik kuch ularda ko'proq-da endi. Lekin Meksika ularni qaranglar, shu kombinatsionniy o'yin bilan charchatishdi. Xullas, ikkinchi taymni 70-minutlarda ular tamom taslim bo'lishdi. Umuman yugurmasdan, kam harakat qilib, shunaqa bir xullas chiroyli o'yin bo'ldi-da. Meksika juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Meksika to'g'risini aytsam sizlarga, shu eslaringizda bo'lsa, Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionati futbol bo'yicha. O'shandan boshlab menda Meksikaga juda bir qanaqadir qiziqish paydo bo'ldi. Bir favoritga aylandi deyishim mumkin-da. Juda menga yoqdi o'sha Meksikani. Har yili ular chiroyli o'yin ko'rsatadi. Ularda yaxshi o'yinchilar bor. Mazza qilib ko'radigan o'yin-da, xullas, Meksikaning o'yini. Yana bir qiziq narsani aytmoqchiman-da. Qarang. Osiyodan chiqqan guruhlar jahon chempionatida qatnashayotgan. Bularning ichida mana hozir Avstraliya 3 ochko bor, Koreyada 3 ochko bor va Qatarda 1 ochko bor. Keyin yana kimlar bor bizda? Yaponiya bor, hali o'ynagan yo'q. Keyin O'zbekiston. Men o'ylayman, biza ham O'zbekiston mana shu Osiyo qit'asidan chiqqanlar qatorida biz ham yutishimiz kerak. Hech bo'lmasa bitta yoki ikkita o'yin kerak bo'lsa, ikkita o'yinni ham yutishimiz kerak. Yo hech bo'lmasa, hech bo'lmaganda hamma 3 ta o'yinni durang qilishimiz kerak. Ya men ishonaman, hozir Kolumbiya bilan bo'ladigan o'yin juda bir shiddatli o'yin bo'ladi. Biz faqat yutishga intilishimiz kerak. Yutishimiz kerak, Kolumbiyani bir ko'rsatishimiz kerak. Agar Kolumbiyani yutsak bormi? Butun dunyo hozir gapirishni boshlaydi. Oq bo'rilar, bulardan qochinglar.
Biza aytamiz-ku, qochinglar, oq bo'rilar kelyapti. Keyin teskarisi bo'ladi. Ular aytishadi. Oq bo'rilar kelyapti, qochinglar. Shunaqa bo'lishi aniq. Biza Kolumbiyani yutamiz. O'sha boshqalar ham yozishni boshlabdi. Yaxshi yigitlar, mana shu narsalarni yozib turibsizlar. Kolumbiyani yutamiz. Endi bilasizlar, yaxshi niyat yarim davlat. Biza yutishimiz aniq. Endi O'zbekistonni oldiga qo'yilgan maqsad gruppadan chiqish. Gruppadan chiqamiz albatta. Yo'q, keyin farqi yo'q, to'g'risini aytsam. Men ham xuddi shunaqa qarayman-da. Agar biz guruhdan chiqsak, ko'rsatamiz butun dunyoga. O'zbekiston futboli bir oddiy futbol emas. Ya bo'lmasa hozir aytishi mumkin-da ular. Mana hozir ko'proq o'rin berildi, shu bahonada O'zbekiston chiqdi deb ko'plar o'ylaydi ham. Shuni biz ko'rsatishimiz kerak. Bu unaqa emas. Bizda kuch bor, bizda o'yin bor. Bizda haqiqiy O'zbekiston futboli bor. Shuni butun dunyoga ko'rsatish kerak. Olg'a O'zbekiston oq bo'rilar taslim bo'lish yo'q, faqat yutish. Yutamiz, olg'a.